Uyga o'zidan daromad qilib turadigan mana shu Nuroboddagi hovlimiz sotuvga qo'yildi. Manzilimiz Nurobodda, kanaldan o'tganimizda 10 ko'chadan Buloq ko'cha deydi, kottejdan tugashiga to'g'ri keladi yoki 30-maktab shuna orqasida joylashgan. Mana shu hovlimiz sotuvga qo'yildi. Hovlimiz 5 to'rtli plus qo'shimchasiga oldida yana foydalanadigan, biznes qilib turib qanaqadir magazinlar qiladigan joyi ham bor. Hozir asfalt ko'cha bo'ylab kelinar ekan asosan, hozir lato ko'rinitishlari ketmoqda ekan. Bu joyimizni hozir sizga to'liq obzorini ko'rsatib beraman. Darvozaxonadan kirganimizda ikkita avtomashina uchun mo'ljallangan naves qismimiz bor va juda ham ko'p xonalarga ega. Ya'ni podvallarimizni hisobga olmaganda 5 xona yashash uyi mavjud. Birinchi kiradigan xonamiz 5 metrli bitta xona. O'zingiz xohlagan maqsadda detskiy qilsangiz ham bo'laveradi. Uni yonida esa bitta yana kattagina xonamiz. Buni spalniy qilib foydalansangiz ham bo'laveradi. Bundan keyin ko'radigan xonamiz 7 metrli zal, ya'ni mehmonxona bo'ladi. Patologlarni ham to'liqligicha ishlab qo'yishgan hisoblanadi. Elektr montajlari ham bo'lgan. Bu tomonimiz bitta xo'jalikka mos keladigan bo'lsa, mana bu tomonda ham yana xonalarimiz bor. Bu yerda bitta xonamiz oshxona tarzida foydalanishingiz yoki detskiy qilishingiz mumkin va undan keyin kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz bor. Sanuzil esa mana shu yotoqxonamizning oxiriga mana bu yerga qurish plan qilib qo'yilgan. Eng qizig'i hozir podvallarni ham sizga ko'rsatib o'taman. Mana shu uyimizning tagi hamda boshidagi ko'rgan uylarimiz tagi podval qilib qo'yilgan. Bu yerni oshxona qilib foydalansangiz, omborxona qilishingiz ham mumkin. Endi daromadli qismiga keladigan bo'lsa, 5 to'rtli hovlimizda mana shu qismida Mobius kompaniyasining antennasi o'rnatilgan, 3,5 million shartnomasi qolgan. Oyiga 8,000 so'mdan har oy pul tushirib turadi. Bu degani uyi, sveti, gazi hamda suviga pulni o'zidan chiqarib turar ekan. Kerak bo'lsa solig'ini ham mana shu o'z bo'yniga olaveradi. Kommunal tarmoqlardan gaz, suv hamda svet mavjud. Narxiga keladigan bo'lsak, mana shu hovlimizni 47 ming dollar deb belgiladik. Yana egalari bilan o'zimiz kelishsangiz ham bo'laveradi. Egalar telefon nomeri videoning pastida aloqaga chiqib, mana shu hovlini sotib olsangiz bo'laveradi.